O'rtoqlar, hammaga salom. Yangiobod bozoriga tushmaganingizga qancha bo'ldi? Men siz uchun butun bozorni mana shu videoda полностью ko'rsatib beraman. Siz obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Yangiobod bozori siz полностью tomosha qilib, hammasini ko'rib chiqasiz. Oldindan like bilan komment yozib, подписка bo'lib qo'ying. Kelinglar bolalar, osh bor, sho'rva bor, shashlik, lag'mon, jiz kelinglar. Kelinglar, oshlar bor ekan, kelinglar. Ma. Okalar, nima gap? Mana Yangiobodda sekin bir chekidan aylanishni boshlaymiz. Yo'qda nima instrumentlar полностью. Qo'lning naborlar, har xil instrument, drill, xullas bildinglar, tishmaylik. Mana bu nima bozori ekan? Baliq bozoriga kirib chiqamizmi? Ha, baliq. Baliq bozoriga kirib chiqamizmi? Xullas, okalar, Yangiobod baliq bozori hozir sizlarga ko'rsatib tanishtirib chiqaman. Hali bilaman, siz ancha yillar bo'lib ketdi bu bozor tushunmaganingizga. Men sizga shuning uchun tushishga vaqtingiz bo'lmasa, o'zim siz uchun tushib, syomkalarni bang'ilab chiqishga keldim. Okalar, bir chekkadan boshlasangiz, yo'qda ponni toshlari, har xil, men tosh qarang. Rangini qarang. O'zi ham вообще kristalniy rangli ekan. Va akvariumga qarang, qo'ttaligini. Akvariumga qarang. Nechi tonna lekin bu, lekin ancha katta ekan. Tonnasini bilmadim, lekin ancha katta. Hop, bu yoqda qiziq baliq bo'lsa olamiz. O'zi mayda-chuyda baliqlar ekan. Bunaqa mayda baliqlar kerak emas bizga. Chekkadan aylansangiz, mana bunaqa variantlar bor. Mana nechi pul? 200. Nima? 20 litrlikmi bu? 200 deb nima yozib qo'yishgan, bilmadim. Chiqib ketamiz bu yerdan, nima siz o'sha qiziq narsa yo'q ekan. Hamma qiziq narsa endi anu baraqolkada bo'ladi. Qo'la bor-ku. Men nimadirlar chiqib qoladi deb o'ylaydi odamlar. Odamlar emas, endi faqat mana emas, endi ko'pchilik degan ma'noda aytayapman. Mana baraqolka yoymalar bor, o'shalar orasida zo'r temalar bo'ladi, aniq. Hozir shuni qidirib, orasida nimadir tema bo'lsa sotib olamiz-da. Keyin qaysidir podpishigimizga shuni shundoq sovg'a qilib yuboramiz. O'sha narsani. Agarda siz ol deydigan bo'lsangiz, shuni olamiz agar. Hop, ketdik bu yoqqa. Belamurmi? Belamurka. Yanaqasi-da. Belamur. Bo'shatasiz bab. Hop. Yo'qda ventilyator motorlar ekan, samay. Bu qatorda o'zi mana shu instrument, motorlar, har xillarni ochib yopadigan narsalar. Mana tros sotildi. Okalar, tros sotildi. Ko'rasiz, mamnun motorlar bor. Nimaga ishlatadi uni bilmayman, bor. Uni hammani o'ziga yarasha sodasi bo'ladi bu yerda. Mana bunaqa boltkaga nima bo'lsa ham hammasini o'zini sodasi bo'lib, hamma sotuv qiladi baribir. Nima deysiz, bu qolib ketadigan narsani o'zi yo'q. Mana, например, xurstanli anaqalar. Esinglar ham shkopda misol yasatib qo'ylardi-yu. Hamma narsa 50 gram, 50 gram. Yangi yilda turib tirs urlardi. Hali ham bor buni xurstanlar. Mana bu pichoqlarning dodalari bor ekan, menimcha. Qara xanjarlarni. Bolta, o'zi ham холодный оружие ekan-da bu yerda. Ha? Qani, men o'tib ko'raychi. Syomka qilsa bo'ladimi, oka? Syomка можно? Лучше не надо. Лучше? Вас не видно будет, брат. Qara pichoq ekan. Pullar ham qarang. Pichoqni qarang. Qara pichoq. Так, закрыть. Все, брат. Нам на его шоу.
Mama vayniylan pichog'i. Yoki nimzalarniki o'tadigan. Afg'on pichog'i. Lekin bulardan ko'ra eng qizig'i mana bu xanjarlar bo'lyapti. Mana xanjarlar qarang. Murat. Nimadir kimdirdan qolganmi bu tarixiymi? Lekin do'd ekan videosi ham. Mana qaysi qizurog'i bor. Mana buni Bobur pichog'imi? Mana xanjar. Rukami nitroga deb yozib qo'yibdilar, brat. 50 ming so'm shtraf. Yo, kursatu 50 ming ekan, brat. Я не видел, только что видел. Там летите bo'ladi, to'g'rimi? Ладно, брат, спасибо. Всего доброго. Keyin hamma narsa teng bo'lgandan keyin rukam nitroga yozuvini ko'rib qoldim. Bitta ko'rsatish 50 ming so'm ekan, hozir mana 3-4 ta pichoqni ko'rsatdim. Bu degani sizdan 150 ming so'm degani. Siz pul bermay, like bilan komment yozib qo'ying bo'ldi, o'shani o'zi menga yetadi. Bu kanalni rivojlanib ketishiga sizlarning katta hissanglar shu поддержка faqat like, komment bosib tursanglar bo'ldi. Boshqa sizlardan hech narsa so'ramayman. Mana anaqa gantellar menda ham bo'lardi, o'g'lim. Gantel bor-ku, oldin meni ham uyimda bo'lardi. Hali ham bor ekan. Necha pullikin bu bilmayman lekin. Mayli ozgina ertalabdan badan tarbiya bo'ldi, sport pitani ham bir balog'im yo'q, ichib olardim. Mana bunaqa esinglardan. Ma'nichi bir Captivaga almashaman, bir balog' qilaman, mana shunaqa rigilni anchalar og'ir ekan bu. Mana shunaqalar bir Captivaga almashaman, chiqqanlar bo'lardi-yu. Men ham o'zim shu uyimnikni kichkinagina temir arrada arralanmanda ichidan simop chiqadi. U qimmat turadi, bir balo deganga shu anaqani arralanmanda. O'zi ham bir oy arralaganman. Ichini ochsam shimildirig'i ham yo'q-da, ko'rsangiz. Meni aldashdi deganman, o'zimga o'zim yeb qo'yganman. Mana hamlardan pulni anaqa sport tovar ekan. Gantel, mana bunaqa narsalar, imami kachoklarniki. Mana ko'tarasizda buni. Qo'lli ishadi. Mono ishadi, mono. Temalar. Bu tani ko'taradigan. Buni tushunmaymiz baribir. Mana hafta brat to'g'dan nimadirlar yo'qotdilar, mana shu narsalarning ichida qimmat narsalar bo'ladi. Mana har xil значокlar ko'ryapsizmi? Давай значки берем. Значки? Да, берем. Почем эти значки, брат? По деньгам. Самый трезвый значок есть у вас? Какой? Самый трезвый. Трезвый? Да. Что значит? Все пьяные. Да. Трезвых нет. О, лупа, мана. Трезвые. Когда-то у меня был такой значок, написано «Самый трезвый». А, такой? Да. Ничего себе. Это надо, знаешь, Викет. вытрезвитель попадать. Там значок дают. А. Вытрезвитель. Оттуда Shapkalari ham zo'r ekan. Почем? Shapkalari ham zo'r ekan, boru, bratni boru. Matros. Вот 280. А, фотоаппаратчи можно, брат? Fotoapparatni qarang. Для тебя будет. Ano, nima edi? Еще раз пойдешь. Charlie Chaplinni syomka qilishganmi bunda? Qani kulib turing. Грустно, я так. Xullas, mana Charlie Chaplin syomka qilingan apparatga o'xshaydi. Ko'rsatdi, lekin bilmayman ishlayaptimi yo'q. Давление. Вот, ага, какой вам? O, mana bu dodasi bor ekan, uni-ku. Хороший. Для- Какой фотоаппарат нужен, да? Да, fotoapparat, разные камеры. Фотоаппарат это супер фотоаппарат. Ой, какой фотоаппарат? 12 SD, Зенит. Зенит. А, yo'q. Такой фотоаппарат, смотри. 44М. Прыгающей диафрагмой. А, Какого года это, брат? Это, ну, советский. Советский, да? Зенит. Подожди, сейчас здесь я посмотрю. Год написано там, Да, да? да, вот здесь есть. вот смотри, вот первая цифра, какая там вот. Первая цифра 91. 91. Есть даже О. еще есть Mendan ham katta ekan, Еще keling, mana есть fotoapparat qarang. постарше. Mana qarang. Постарше есть. Unga fotoplyonka qo'yish kerak menimcha. Это все пленочный. Да, plyonочный, да, брат? Скоро принесем цифровой. Yana nima variantlar bor? Значокlarni самый трезвийsi yo'q. Какой Ленин, Сталин, Сталин ее кончился. Вот это. Вот такой есть вот. Знаешь, да? Bu medal ham bor ekan. Mana. Bu nima chempionat Toshkentda. Nimadanligini bilmayman, lekin men ham necha yil turnovka qilib faqat 3-o'rinni olganman. Бронза. Bronzoviy.
Ладно, брат, всего доброго, берегите себя. Хорошего дня. А вы что, засняли, Да, на интернет, брат, это. интернет, а я думал, это, вечерний Ташкент. Нет, брат. Уже утро наступило же, какой вечерний? Mana bitta karting kelaygan. Tomosha qilish tekin o'rtoqlar. Ko'rsatish ham tekin, va? Ha, okey, bundoq qilsangiz o'zgaradigan. Ya bu o'zgarmaydi. Ya bu qimirlaydigan ekan. Bu 3D, 5D, bu 3D esa o'zgaradi. Bo'lsa ham 5 deb bo'layotgan ekan. Ketdi bo'ldi bu fotoapparat. Mana kalasiga ham bo'lgan. Realniy mana bunday tepasi bo'ladi, sovetskiy. O'sha payt somsalarni solib, abezga olib sotilgan. Mana shunaqa kalasiga bo'lgan. Lekin mana shunaqa kalasiga menga rosa ish bergan. Ustiga taxtalarni qo'yib turib, rosa men o'zim ham narsa tashiganman. Qozog'iston u payt chegaralar bo'lmasa, chegaradan o'tib, polniy mana bu yerda gantelli bor ekan. Mana shu gantellar, mana bunaqa gantel bo'lganda, mana 32 kilolik bo'lganda, mana shu ichida Captiva chiqadi deyishganda, Captiva beradi shunga deganda, men temir arrada arralaganman o'zi ham 1 oy. Ichida shashvar ham bo'lmagan. 1 oy umrim bekorga ketgan. Mana ham ko'ldan qarang, qo'lda og'ir ekan. Setka. Nafti ham setka. Naftingizning tomizdilar. Cho'ta ko'rganmilar deyman, ko'zlariga tomiz oldilar. Ha, opa ko'rdingmi? Naftingizning tomiz oldilar. Cho'ta ertalabdan hop, badingni urib olganlar. O'shanga ko'z aytirsiz, naftingizning urib oldilar. Mana bunaqa ventilyator o'zim ham sotganman. Mana bunaqa ventilyator. Xuddi shunday. Botir akami kiygan. Botir aka, agar bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, sizning ventilyatorningizni Yangiobod bozoridan topdim. Xuddi shunaqa sotganman mana. Mana kanalni Ventskiga. Ulitga mana Botir akam firmasi. Botir akani ventilyatorlaringiz butun jahon, butun O'zbekiston hamma ko'ryapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, o'zingiz yozib keting. Botir Nosirov sizga tegishli. Tak. Ba'malar nima ekan? Har doim mana shunaqalarni ko'raman, menga qiziq bo'ladi. Va uni mayoqlarning ichidan qarang, katta lampochkasi ham bor. 20 asr tiktokerlaring emasmi? Mana nima, shtativmi, mana bunaqalar qilib syomka qiladi. Ha? Har doim menga qiziq bo'lgan. Mana biblioteka, kitoblarni qarang. Ha, kitoblar. Ana brat chiqdi-yu, 4 ta shashlik yog'maganman deb. Kitob. O, mana qarang. Mana qarang. Lenin brat. Orqasiga nima ekan bunday qistirib oladigan? Ya bu bunday qilib qo'yilgan. Lenin dodani kallasi xullas. Mana. Xidimi? Va? Eseri hidiga otdim. Ha, kitob o'zini hidi bor. Qarag'ayda ana sandiq hidiga otdim. Mana yana gantel. Menimcha bugun zal tekin bo'lib ketdi bor. Hamma joyda bunday toshlarni ko'tarib. Bugun xullas zal tekin. Mana avtomatli. Delkor. Matizmni bir eslasang, akkumulyatorga o'tirib qoladi. Mana nima ekan bu anaqa ekan. Narvon 600 ming so'm, kerak. 600 ming so'm narvon. Baqvat rojibi. Adashmasam 600 ming so'm ekan. Mana rozetkalar. Sovetskiy Sotsialistik Respublika. Ko'rsam, oldin soat 6 da kelsang, hamma joy yoyilgan, tayyor bo'lardi. O'sha men Yangioboddagilar ham erinib anaqa qilib qoldimi deyman-da. Nima deydi? Dangasa. Dangasa bo'lib qolganmi deyman, cho'ta hech kim yo'q. Mana soat 9:30 bo'ldi. Lekin hech kim yo'q. Men ko'rsam ko'chalar bo'm-bo'sh oymalar. Ili bu yerda hamma yoqqa boshqa yoqqa ko'chib ketishgan. Voy, men bunaqa sirkulli umuman hech qachon ko'rmagan edim. Sirkulli qarab o'ttaligini. Mana bunaqasi ichsa. Men ham usta bo'lganman-ku. Sirkulli ishlaganman, alkafon qoqqanman bir paytlar. Sirkulli bunaqa sirkulli ko'rmagan edim. Voy, men magnit ekan-ku. Sirkulli qarang, o'ttaligini.
Ya, sirkul emas-ku bu. Shtangin sirkul. Shtangini ham bor. Ya, hamnaqa chizadi o'shani o'lchab. Mana qara, filchani u. Ha, filchani qara. Toshdan ekan u. Kaminning. Ma'musini qara. Voy, mana ishchan qara. Ruskiy banyaga borsang-chi, mana shunday ana katta qora bo'ladi-ya. Gap yo'q, mana kichkinagina yasab qo'yishgan. Mana menga nima deysan? Ochilarning, ochilar ekan ham. Bo'chka ochilar ekan, u gap yo'q. Qara, shuni ham yasashganda. Gap yo'q, mana shunaqa narsalar qizuvdi, mana shularning orasidan nimadir qizuv temalar chiqib qoladi. Sekin qarash kerak-da. Mana nima ekan bu? Ha, bu qo'lga taqib oladi. Hozir uzib qo'yib majbur bo'lib qolmaylik buni olib. Mana monetalarni qarang. Hammasi kopeykalar. Kopeyka, nimadir tangalar, yo sovetskiy tangalar. Gap yo'q. Извините, в следующий раз буду просить. Не узнал. Не знал, то есть не узнал, mas, не знал. Русский вообще IELTS'im 8 bo'lardi agar ruskiydan topshirganimda. Ruskiydan вообще yorib tashlayman. O'zim 9 yil o'qiganman rus sinfida. Lekin faqat zdrastini bilardim. Unda vash boshqa qolgan narsani bilmaganman. Вот mana rus to'lgalar bilan yurib, yaxshi ruscha o'rganib olganman. O'rtoq, nima deding, qalay? Ha? Shu inglizini topa olmayapman-da shu. Mana bu zapchasi ekan, mexanik bir bola zapchasi. Qarang, nimadir zapchasi shu. Mayda juda to. Ham Torosjaniki qarang. Mana. Kichkinagina ana. Oldin bilasan, mana shu torozli bo'lardi, qo'yib tortadigan. Har doim mana shunaqasini o'g'irlab ketdim keladi. Nimaga desa, menga mana shunaqa yoqardi. Realni mana shunaqalarni o'g'irlab ketdim keladi. Kichkinagina qanaqangi yuvelerniy tuylardi, mana o'sha kalasiga. Yomon joni baqvat kalasiga. Hozirgilashi bir oy bola itarib yurgan buziladi. Qarang, kalasiga joni baqvatligini. Realniy baqvat. Mana nima ekan, ha? Ha? Bitam, ha? Bilmadim nima ekan. Mana hafta ham nimadir mayda chuyda bir bola oladi. Domino bor ekan. Qaysi bir ishiga yeydi, o'ta ikkita yeydi. Domino. Brat baqirib qolmasmikin, mana domino. 50 ming, 50 tish. Domino-ku, o'ynamaganmisan domino? Ha? Shaxmatlar, qarang. Vo'anisini qara, boshqa shaxmat ekan. Lekin Turinning shaxmat qimmat bo'ladi, bilasan? Ha, qarang, brat, anaqa yasab beryaptilar. O'tirib, soatga taqib beryaptilar. Ko'zga taqib olib. Sen bunaqa ish qila olmaysan. Yuraging siqilib ketadi. Sog'lik. Qalaroq kiyim olganmanmi, bilmayman. Cho'ta sketom, qara, shu sovetskiy anaqalar. Choynak pilalar bor-ku. Mana o'sha delfin dedimi? Ko'k delfin bo'lardi. Hammaning uyida bo'lgan mana shunaqa delfin. Hech qachon ishlatilmagan, shu shkopda servantda turgan shu. Tegsang, lekin bilasan qanaqa kalta yegansan shu delfin uchun. Mana oxir-oqibat shular biz tegmaganmiz, o'ynamaganmiz, o'ziga-o'zi yo'qolib ketdi. Lekin servantda kakpalojin shunaqa delfin bo'lgan. Endi hamma demayku, 70% odam uyida shunaqa servantda bo'lganda. Kimyoviy bir bolalar tayinlab, ko'pirtirib, portlatadigan narsalar bor-ku. Shunaqa bochka ekan mana hamnaqa. Bilasan? Mana bunaqa idishlarni oladi, achkin taqib olimlar, bundan solib, bunday ko'piradi bir bola. Shunaqa narsa, mabodo ximiyaga qiziqsanglar, mana mana shu yerda bor ekan. Xola sotyapti. Xola, assalomu alaykum. Mana xola kimyodan dars berganmilar deyman. Mana bu ham pichoqlar bor ekan, qarag'aylar. Kimyodan dars berib maktabdan olib kelib sotyaptilar. O. Kimyodan dars berib, voy men qara, anaqa, nima edi, противогаз. Можно, да, потрогать, брат? Посмотрите, нового,
Просто syomka ham. Mana qara. Protivagaz kiyib olasan, obodo. Odam cho'chib qoldi. So'ramay teyishga. Mana bu yoqqa yuramizmi? Bu degan qaq ketdi-da. Ha? Ha, shu yerda. Yo, gitarani qara. Gitara. Kichkina gitara ekan. Buni chalib tashlaysan. Pastoy paravos не стучите колеса. Ha, kichkinagina zo'r gitara ekan. Bolalarga olib berish kerak, o'rgana. O Bavariyaniki bo'lgan. Qara, Bavariya medali. Champions 2013. UEFA Chempionlar Ligasi. 2013 ekan. 2013-yil Bavariya chempion bo'lganmi shunda? Ha, Yevropa chempioni bo'lgan. Ana u aytyapti. U aytyapti. Oldin mana shunaqa stolimiz bo'lardi. Stolimizni mana shunaqa balonini yechib, men buni taxtaga qotirganman-da, o'zimchani sket yasayman, tushundingmi? Va kechqurun adamdan shunaqa kalta yeganman, stoldan yechganim. Tema ham yomon bo'lganda o'zi ham. Mana bu yo'lda nima bor ekan? Qara. Oxir-oqibat. Voy, bu DVD emas, mana buni qara. Shivaki, kaseta bor-ku. Kaseta tiqarding-ku. Ko'rolsam, hammada ham bo'lmagan bunaqa. Ha, to'y ko'rilgan, faqat to'y kasetasi bo'lgan. Mana disklar senga. Tom Shaver. Piratskiy olgan. Kristan Balet, a? Piratskiymi? Qara disklarni. Disklar ham bir tarix bo'lib qoldi hozir. Disklar hech kim ishlatmayapti. Yo, sen DVD ko'rasan. Ha? Yo, o'zida hozir faqat video nima ko'rsang, YouTubedan ko'rasan. Uni kimgadir sotamiz. Keyin undan olgan narsamizni yana kimgadir sotamiz. Shu mana kaseti. Ko'rdingmi mana? Белый тигр, боевик. Положение игры в Doom, триллер. Ko'rdingmi? Hamta tiqib aylantirib ichdigini chiqarib otarding-ku simga, Stalbay. Ko'rdingmi? Mana shuni tanlab olingan oldin kinolar. Mana hamta yozganman. Любить по-русски. Bir ikkinchi qismli melodrama. Ko'rdingmi? Mana shuni tanlangan oldin. Hozir sen trillerini ko'rasan bir minutlik. Yoqadimi, yo'qmi? Keyin olasan-ku. Oldin bundan o'qilgan. Ko'rding-ku kasida русский, nima? Любовь русскийmi, по-русски degan. Shuna o'qigan russkiy qanaqa ekan, Любовь ekanda olib keturganda. Sen hozir trillerini ko'rasan, yoqsa olasan, bo'lmasa olmaysan. Ha, o'yinchoqlar. Ani kaboyi to'lgasi yo'qmi, bassi? Filmda chiqadigan. Ha. O'shanaqa. Ya, suparilar qiziqmaymiz. Yo, men yomon qo'rqinchlik qo'rchoq lekin ha, yomon qo'rqinchlik. Buni qanaqa bolalar o'ynaydi bilmayman. Ha, u narsa esib qo'shiga lekin men yomon qo'rqinchlik qo'rchoq deyman. Men qo'rqaman shu qo'rchoqdan. Hozir yorug' bo'lganga ushab ko'raman, qorong'i bo'lganda. Pirking, mana shunda tros qo'ygansan, kechqurun choy poy suv ichgan tursang, mana bu turibdi-yu. Ey, ishon, buni qanaqa bolalar o'ynaydi? Odamni qo'rqityapti. Men 27 ga kirib qo'rqaman haliga shu qo'rchoqdan. Lekin odamlar o'ynaydi shundan. Shuna to'y shundanmish. Mana tapor. Tapor. Chiq 200 mingmi? Mana 200 ming so'm. Sovetskiy tapor. Ha, yozgangar ruchkadan. Nima yozibdi, qani? Ha, 4 rubl ekan. Ha. Seni 4 rubl. 72-yil adamdan 1 yosh katta pichoq. Tapor 200 ming so'm. Ha, zo'r ekan. 200 ming so'm.
Qarasam, mana bu yerda ham nimadirlar bor. Mana shunaqa baliq anaqalardan chiqadi, yani ko'zichani qara. Samolyotdan olib qo'y. Mana bor-ku. Bilasan? Yomon moda telefon bo'lgan. Men ham tutganman shunaqa. Bunichi anaqasi bor. Katta fleshga tushadi-da bunga. Aykasi bilan keyin optisi bo'ladi. Ha, ayki, mana katta aytdim, katta fleshga tushadi. Hungary. Made in Hungary. Hungary nima? Ochi degani-ku. Mana ayki. Davlatnoma. Ikki portdan o'tardi. Menimcha Sony Ericsson. Menda mana shunday Sony Ericsson telefon bo'lganda, biriga o'yini 8 bo'lgan. O'yini bor-ku. Bitta brat, короче. Na perforator. Bu perforatormi o'zi? Atboyni ekan-a bu, quradi. Moy emasmi? Rahmat. Mana yana DVD. Balon shirp ham qo'yishdi. Bu vitrinada ma'mili bor-ku hammasi. Sen o'ylab olsan, prosta yoyib qo'yishgan. Bu hammasi vitrina. Mana hamnaqa kolonka ham bo'lgan. Orqasi katta anaqa ham bo'lganda, menda kompyuterim. Mana qara. Bu nimadir o'yin bu, o'yinniki bu. Uchiradi. Hozir mana shunaqa dronlar chiqib ketgan. Joystikli. Va spetdimi? Sana sut ketolsan. Bak, ana Carlson multfilm bo'lardi. Shu yergaman, okey? Ana Balgarga. Balgarga uchoqlar yurmam yoqqa yuramiz. Noylanchib ketamiz. Xo'p. Men mikrofon qimirlab ketyapti. Joylashdi yo'q. Yo'q, ovozim yetib bormasmikin-a? Xo'p, ancha qarab kirib ketib qolmiz-ku. Hamyodiy narsalar qolib ketibdi. Nimalar bor bu yerda? Mana kalongin bo'lganmi sani? A? Mashinaga o'xshash kalongin bo'lganmi? Flesh yuradi. Ha, mana ochilib ulanadi. Fleshga tiqib eshitib yurardi. Bilasan, hamma oldin baqir-chaqir dis qilib yurardi. Esim tushib ketdi. Bor, menda ham mashinaga o'xshagan bo'lganda, har doim buzilib qolardi iplos. Realni shunaqa narsa bo'lganda, oldin moda bo'lgan. Mana Merskalpak. Qumma qara. Продается. 50 ming? 50 ming ekan tuxum. Спасибо. Tuxum bizga kerak emas. Zo'rnasi yo'q ekan. Zunasi yo'q ekan rostdan. Mana endi keldik o'zi baraxo'rga. Mana kalyan o'y. Kalyan dudit qilasanmi? Mana hozir endi baraxo'rga kirib kelamiz. Necha minut bo'ldi? Pauza qilib ana qo'rur, boshqa to'nchil yo'q qo'rur. Xullas, mashina ham bor, mantiqga yopishtirish kim o'ylab topgan bo'lsa ham kallasiga xullas. Shu yarim 4 kiloylari bor 60 ming. Mana bu yoqdan ketamiz, a. Kechidagi janglot qilib beraymanmi ko'p to'di. Buni qilolmaysan rejim. Voy, men qara. Davay.
Qo'rqma. Ko'tar qo'lingni. Voy, men shot bor ekan-a. Mana shot. Qanaqami deyman bu, Zonskiymi? Cho'tir rучной zerga yo'q shotda. O'zi ham bor edi. Ha? Okey, mana hamma shot bor ekan. Mana. Hamma varianti ham bor ekan. Bizda degan jigaring. Mana o'sha aylantiradi. Okeylar mana. Mana buni. Xo'rosdan. Men nima deysiz? Yozishkalari bo'ladi. Ha, yozishkaligimi? Mana hammasi ham shunaqa. Mana. Shu okeylar. Navoda aylantirish qanaqa bo'lsa, mana bunday aylantiradi. Voy. Qo'yib qo'ya qoling. Rahmat. Ha. Qanaqa turgan ko'rdingmi? Va. Naskini arzonsidan Ha, cho'ti shunaqa o'xshaydi. Gapi yo'q-a? Ha. O'sha payt olib qo'yilgan Red Bull. Oyog'im masaj qiling. Faqat mashina damashning telefonlar chiqyapti bu yo'limdan. Vo. Pistolet qara. Pistolet. Ko'rsin? Ha, olib ko'rsa bo'ladi. Olib tursa bo'ladi. Ana shu. Zajgal kelgan. Ha, bunisi ham bor ekan. Revolver. Nima deydi? Patsigar. Ha, patsigarmi? Nemeskiy endi. Zajgal. Nemeskiy patsigar. Da, o'sha paytlarni eslayman, o'sha paytlarni. Berlingacha urushib borganman, ha, okey. Bu mang'ara. Mana nima ekan mana? Ha, shuni hassani qara u. Voy, men nimchakki, menda ham bo'lgan mana shunaqa. Ha, bor-ku. Menda ham bo'lgan. Faqat qorasi bo'lgan bu. O'g'lan uraverdim bor-ku. Hamma qalaqa. Rusli-da. Lekin oldin mana shunaqa narsam bo'lgan. O'zimcha Shaolin kung fu qilib yurgan paytim. Voy, ana. Fakki mana bunaqa ham bor ekan, u. Babichki. Bu juda zo'r aylanmas ekan, uni aylantirsa bo'ladi. Hasan, bu ribalga tegmagan-da. Nimalar bor? Kolonka, bufer. Mana berasan, berikorni saymaysan. Qara, sizlar. Qirg'izlarniki kalonkasi bor ekan. Beram analar ha. Qirg'izlar shapkasi ekan. Ha, kiyib ko'rsa bo'ladimi? Shundaymi? 3 ta. Ha? Qirg'izki shapka. 7, 8, 9. 10 ta. Bavurlarim, qalaysizlar? 10 ta. Shapkani ko'rding? Va, mapda bor, bitta zo'r narsa ko'rib qoldim-da, yanqira. Mayli 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opani rasmi. 10. Kim bu? Jonim Rayhon. Rayhonmi? Romantik. Endi jonimda bordimi? Endi uzr, Rayhon opa, nima qilib yo'qasiz? Mana ko'pdi. Ay, yumshoq ekan, bundaqa bo'lmaydi.
Nimalar bor bu yerda? Ha? Mang'ara. Adam turgun qancha bu? Ulыбнись. Kodak bo'lardi, bilarmani. Ha, kodik. Jallab kodik anaqa-yu, proklatga-yu. Proklatga-yu. Vo, mana bu vash kod degan-ku. Mana metot. Ko'rding? Mana shu narsa bo'lgan hozir radio. Chiroyat etibdi Xudo senga jonim. Ne qilay ekan bir balo yorim. Bergan edim senga borim. Mana bu apparatlar. Nima? O 50 turaveramizmi? Nima deylar, valla? Men fotoapparat lekin zo'r bo'lgan. Menda ham bo'lmagan-ku, do'dan uyda bo'lgan. Ulыбнись. Zo'r. Покажи мне. O krokodil qara. Av. Mana bunaqa futbol ham bor ekan. Oling 15 ming. 15 ming? Da, arzon beraman. Yo'q. No'ylar qarasang 15 ming so'm bermaydi. Qo'lingdagini o'zi O'shada. Jala, pizdes, mana bu vahshiy chang ekan-ku. Mana qulupchani qara kichkinalik. Kaldi, o bor ekan kaldi. Mana uni brilokmi deb o'ylayman. Ha? Mana shu brilokmi deb o'ylayman. Qulup ekan rosa. Ha, u bir shotga borib ilib qo'yasan. Лекарственные средства. Sovetskiy rostdan. Mashina olib, короче, buni boshqacharoq variant qilib kopiya qilasan-da. Keyin Instagramda targetni yoqib, kurs sotasan. Tushunsan? Hozir mana shunaqa bo'lib ketgani hozir. Bitta nimadir otida eski temani. Kuplyu penoplast. Ha. Xullas mana shunaqa kurs sotish anaqasi bo'lib ketgan-ku Instagram. Mana qara. Buni qo'yadigani yo'qmi? Ha, bu vampdan promoy qo'yilar ekan-da. Mana bundan Это кофе пьет, да? Не знаю, для чего это. Носа нету, да? Не, носа нету. Нос должен быть. Ha. ko'chada nima topib kelgan? Hamma narsa bor ekan. Ha? Marka. Nu, oladi. Shunda so'q. Yo'q, endi nimadir qilsa kerak-edi. Mana bunaqa narsa ham bilasan, narsa qidirilgan. Nimaga deb o'ylaysan? Hijomaniku. Yo'q, nimaga qidirilgan? Kuchli suv berishga. Ha, suv idish qilingan. To'ppa-to'g'ri topding. 5 baho. Hozir ham qiladi-yu hijomni. Ha, oddiy bonga qiladi, plastmassada. Yo'q, yo'q ekan hech nima. Mana ham shaxmatlar. Шахмат. В принципе, можно заниматься, там уже мало. Mana qara. Brat qilish ism qopdi-yu. Gladiator. Sotiladi. Arava sotilar ekan. Bilasam, chorsida bo'ladi mana shu arabalar.
Okalar bitta tema. Ular satsofobiya degan narsa bor. Ana shu bozorda kamerani yoqib, odamlar oldida gapira olmayman deydigan odamlar bo'ladi-yu. Bitta narsani bilinglar, sirkulyatsiya bo'lyapti bu. Hamma o'zini ishi bilan band. Siz bilan hech kim bir tilla ishi yo'q. Hamma menga qarayapti deb o'ylayotgan bo'lsangiz, ishoning. Birroq qarab o'tib ketishi mumkin, nima qilyapti bu jinni. Bo'ldi, boshqa sizni hech qachon internetda ko'rsa ko'radi, ko'chada hech kim ko'rmaydi, sizni tanimaydi ko'chada. Agar taniqli bo'lib ketmasangiz. Shuning uchun qo'rqmasdan bemalol, mana bemalol ovozda pishirlar gapirmayman. Bemalol ovozda syomka qilib, o'zingiz misol uchun rivojlantiring. Uyalmang, nimadan uyalasiz? U ana hech nima qilmayotgan odamlar uyalsin. Siz bosing gazini. Xullas, mana shu yana baraxolkamizga qaytamiz, baraxolkamiz ketdi. Bo'ldi. Qisqacha motivatsionniy anaqa bo'ldi endi o'zimcha. Qisu tema. Xo'p. Nima gap, nimalar bo'lyapti o'zi bu yerda? Bir chekkadan ko'rib chiqamiz endi. Mana bu yerda nimalar bor ekan? Mana nima ekan, tushunmadim. Qancha qilib berasiz? Yo'q, 80 mingmi ko'pdi? Qani? Nima? Tepi ko'rsa bo'ladimi? Tepi ko'rsa bo'ladimi? Tepi ko'rsa bo'ladimi? Jangil o'tib ko'rsa bo'ladimi? Tushmaydi yerga. Mana o'kelar, qarang. Voy. Извиняюсь, брат, спасибо. Xullas, o'xshamadi Bagdadim, nima edi? Fint qiyordim o'zi ham. Ha? Nima u? Xo'sh, tarava. Mana anaqa-yu. Qadah qo'ying deb uraveradigan. Red Bull'imni qo'yib ichib ko'ringmi-kina shunda? Ha, nima deysizlar? Teshik emas, sal tozaroq bo'lgan ichaverardim. Ha? Videoga? Ha. Xullas, okalar, mana bunda bilasizlarmi, to'ldirib qadah qo'yib ichamiz, bor-ku, uraveradi. Bunda endi 50 gram, 100 gram icha olmaysizlar. Bitta qo'yib 0.5 aroni tugataveradigan narsa. O, mana anaqa-yu. Mana bilasizlar nimaligini? Bucha muzda ushiydi. Adashmasam shunaqa soldatlarniki. Armiyaga bormaganman, eshitganman. Bu muzda suvni ancha usha beradi. Bu achkina qara. Svarshiklarnikimi deyman? Svarshiklar achkiga o'xshayapti. Mana o'kelar. Kitoblar mana bunaqa ahvolda. Endi mana kitob targ'ib qilish anaqa bor-da menda ham. 4 ta shashlik yo'maganman, 4 yil bir balo deb chiqayman mana. Mana ham ko'p to'da hozir senga Bagdad qilib beraman. Mana ko'pto nechi pul mana shu? 80 ming so'm. Bitta tepib ko'rsam bo'ladimi? Mana qarab tur. Mana senga Bagdad qilib beraman. Bozor ichida. Hop. Извиняюсь, брат. Voy, qarab turing, boshqatdan odam ko'payib ketib qoldi. Men senga fintni dodasini qilib beraman. Bo'lmasa ekan. Nima qila olmayman? Ko'p oyog'imni nito'mikin. Oyog'imda nito ekan. Xullas, rahmat aka. Agarda olsa bo'ladi lekin. Mana amtlarda bo'ladi. Yana shurt bor-ku, aylantiradigan. Bo'tda yo'q, voy, men qaro. Voy, bala.
Лицо не снимай. Не снимай? Лицо не снимай. А, лицо, не, лицо не снимаем. Что за серебро? Mana qara. Mana yana o'shandan. Kattasi bor ekan. Loq, vo, men kattasi bor ekan, вообще u. Вообще katta ekan bu. Ha, sipochkasi bor ekan. Mana qarang. Qoyilmisiz? O'cha qaysi anaqaniki bu? Mashinga aroni qo'yib, mamnaqasiga ichgan-da. Endi bunda 50 gram, 100 gram icholmaysiz, seli litrovkani qo'yib ichsangiz bo'ladi. Ma'mini qara. Kimmash? Kimmash? Chingizxon? Balkim. Men ham bilmayman kimligini. Mana anaqa mayoq bu. Yoqib kechqurundan qarab, qidirib yurishgan. O'sha payt. Mana pul. Mana pullar. O'sha paytda bular ham normalniy qadri bo'lganda, hozir pul yig'ayotganlarning diqqatiga mana shunaqa pullar mana shunaqa yotadi. Undan ko'ra menga berib qo'ysanglar ishlataveraman. Ketdi. Rahmat, spasibo, brat. Всего доброго. Mana qara, qo'rchoqlar. Ha. Amma Barbie girl, binatativo. Nenesi faki. 5000 mamichi. Mana shu qo'rqinchlik-da, qarang. Bolalar qanaqa o'ynaydi, unaqa qo'rqishni men tushunmayman. Mana yana o'sha raketga topdim. Ko'rsatdim-ku qush bozorda. Voy bu. Rostdan qo'rqinchli qo'rchoq. Realni buni bolalar qanaqa o'ynaydi bilmayman. Qani menga berdilar, qani nimalar bor ekan. Tak. O'rdakchi. Utga. Ay, ama Barbie girl. Nesh bo'l? Lalichka. Mana yana. Ama Barbie girl. Nina Pampimo. Mana Ken. А, все, спасибо, вот, сюда ставил. Mana qara, shaxmat doskan. Mana ustuna qara. Videoqasin, o gitaralar bor ekan. Mana gitarani qara. Mana gitarani olib ko'rsa bo'ladimi? Bittasini ko'ringlar. Gitar, xullas bu muzikalniy magazin ekan. Nesh bilan aka gitaralar o'zi. Har xil, a? Mana men o't oling. Ay, почем? Mana gitara. Okalar. Ехала поезд, ехал из Ташкента. Ехала поезд прямо в Магадан. Yaxshi olmayman-da, men o'rganishib kerak. Со мною сидел. Voy, mana bratdan professionalniy. Voy. Mana okamdan hozir professionalniysini eshitamiz. Okalar. Faqat sizdan like bilan komment. Kalonga yo'langan. Qara, zo'ra. Qancha o'rgan olsang? Okamdan professional ijro. Ashula kim aytadi?
Ashulasi bilan. YouTube'ga de bu YouTube'ga content. Eshitsan, odam yig'iladi shunaqa. Do'stlarim kuylayin men sizlarga. O'sha dilrabo qora ko'zlarga. O'sha kambag'al yaxshi bolalarga, oh onajon o'g'lini mushtoq kutgan onalarga. Yoshligimda o'ynab kulib yurardim. Oh onajon kechiring, men bir ahmoq o'g'lingizni. O'gan aytaman. Eshitsanmi, mana shunaqa bo'ladi gitara chalish. Tiring emas mahalladagi. Okalar sizlardan bitta like, komment qilib qo'ying. Okam spesialni chalib beryaptilar bizga bu dolya-molyalarni. Eshitsan? O'zimcha tiring qildim-ku. Mumlaqda. O'g'an hosil o'tdilar, hozir yetar kelar. Jahanjik naливай чаю degan shular. Muzga qara. На востоке, китаец ангара, Китай. Чё, ни хао, брат, ни хао, ма, what it means is crazy, brother. Ko'rasizmi, mana muzika prosta ko'pchilik tushunmaydi, lekin kayf beradigan shu bo'ladi. Agora música. Guitarra de. Bitta instrument. Hey! Kelinglar aka. Instrument. Gap yo'q. Na vostoke. Gitara bormi ya? Ajli. Mamnun qiling. Nesh pul aka bu? Chalayotgan. 2,5 million so'm doda, skidkaga beramiz. Shohruxxon, mamnun. Tan. Живой ketyapti, aka, живой. Bitta like arziydi aniq. Tan. Eshitsanmi? Mashinaga chalish bilgan zo'r bo'lardi. Va zo'r bo'lardi. Men yomon qizga o'rgana olmayman. Qo'lim ham bunaqa bukilmaydi demani. Keling, qani nima kerak ekan? Shundanmi? Hozir olib ko'rsin. Mana, keling, ichkariga kirib ko'rsangiz bo'ladi. Nesh puldan aka? 1,5 million so'm. Kelishib beramiz. Keling.
1,5 million Usmonga. Qizlar boqdi, ishlari yoqdi, yuragim qoldi. Uni ushladim, kechirasiz ey qiz, menga bir yoqing, siz menga yoqqasiz, menga go'zal, men bilan yuring, maylisini ko'ring, men menga roziman, sizga ey go'zal. Voy ashli, boqdi, jinnamisiz siz avval erimdan ruxsat olsangiz, nima deysiz ey qiz, sizni eringiz bormi? Siz menga aldamang, ayting rostini, ha meni erim bor, ikki bolam ham bor, biri 3ga, biri 5ga kirgan. La 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 la. O'sha men ismini boshdan bilaman men. La 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 la. Ahqam ekan, Ahrorga ketgan. Uch arzu har xayolda. Do'stlarim, kuylayin men sizlarga, o'sha dilrabo qora ko'zlarga, o'sha kambag'al yaxshi bolalarga, oh onajon, o'g'lini mushtoq kutgan onalarga, o'sha kambag'al yaxshi bolalarga, oh onajon, o'g'lini mushtoq kutgan onalarga. Yoshligimda o'ynab kulib yurardim, do'stlar bilan uchrashib ham turardim. Zo'r kelganda magazinlar urardim, oh onajon, do'stlarimni xursand qilib turardim. Bir kun shayton yo'ldan urdi-yu, qanday ishlar qilib qo'ydim onajon. Aytolmasang esimdan chiqib qopti. Qanday ishlar qilib qo'ydim. Rahmat. Zo'r anaqa kontent bo'ldi. Ismingiz nima aka? Otabek aka, bozordagi talant ko'rdinglarmi? Hozir akam professionalni dangalatib tashadilar. Bunaqa chalish nikajdimi? Otabek aka, rahmat aka. Sog' bo'ling, charchamang. Akalar, bozordagi talantlar. Mana bozorda shunaqangi talantlar bor. Hozir bilmayman, hozir chiqib olib televideniyada qanaqangi eshakga o'xshab baqirib, na muzikani tushunadi. Qanaqangi hech narsani tushunmagan odamlar ashula aytib yuribdi. Lekin qanaqangi talantlar mana bozorda talant. Tushunyapsizmi? Siz internetdagi yoki televideniyadagi narsalarda emas, u atrofingizdagi narsalarga qarang mana. O'kan qarang. Shunaqangi talant. Chalishlarni ko'ryapsizmi? O'sha aytganimdek, bozorda talant, televideniyada chiqayotgan eshakga o'xshab baqirayotganlar birding. Aka, rahmat, sog' bo'linglar. Ketdi, davom ettiramiz. Do'stlar, musikalniy tanaffus bo'ldi. Xullas jigarlar, Yangiobod bozoriga bo'lgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetib o'tdi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.